Assalomu alaykum hammaga. Bu video meni YouTube'im uchun birinchi video hisoblanadi. Shuning uchun oldindan uzr so'rayman, xato kamchiliklarga. Demak, videomiz Instagramda 1 oy deb nomlanadi. Aslida bu 1 yil bo'lishi kerak edi, chunki men 2026-yilda boshida challenge boshlaganman o'zimga Instagram uchun. Ya'ni 365 kun va 365 ta video degan. Ya'ni men shu 26-yil davomida har kuni bittadan video qo'yib borishim kerak edi Instagramga. Va buni boshladim 1-yanvardan. Nima bilan boshladim? Instagram haqida deyarli tushuncha yo'q, bilim yo'q. Montaj haqida ham shunaqa. Telefon oddiy, Honor X9B, iPhone emas. Shu. Ya'ni bilimsiz, tajribasiz va yaxshi iPhone'siz boshladim. O'ylaganman men boshida 365 kun 365 ta video bu juda oson. Ya'ni har kunlik kunimni videoga olaman va qo'yaman. Bu bo'ldi deb o'ylaganman, lekin albatta bunchalik oson emas ekan. Chunki 1-yanvar, 2-yanvar, 3-yanvar va 5-kungacha uncha qiyin bo'lmadi, chunki yangi boshlaganman, mavzular topildi. Lekin 6-yanvardan boshlab bu mavzu topish, umuman yangilik yaratish juda qiyin. Hozir yanvar oyini yopdik, ya'ni yanvar oyida 31 ta video qo'ydim. Hozir shularni tahlilini qilamiz. Xo'sh. Demak, yanvar oyini tahlili. Undan oldin mana akkauntim 10 ta obunachim bo'lgan. 4 tami post bo'lgan menimcha. Ya'ni 3 ta video bo'lgan, bitta rasm. Ya'ni oldin qo'yilgan bular. Xo'sh, mana hozirgi holati. Xo'sh, shu videodan boshlangan hammasi. Bu 1-yanvarda birinchi videosi. Oy davomida emas. Demak, hozir prosmotrlar bunda mana 1957 ta, bular 647 ta. Bular menimcha boshida skrinshoti ham bor. 300 ta, 200 tadan ko'rilgan. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya'ni bir hafta video qo'yganman. Bir hafta video qo'yganimda bularda hammasi uzog'i eng ko'pi 300 ta ko'rilgan mana. Skrinshotini ham ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bir haftada kelgan 14 kun. 1, 2, xo'sh, 9, 10, 14 kun. Demak, shu yergacha 14 kunning ichida ahvatim 21 mingta bo'lgan. 21 mingga chiqqan, ya'ni 14 kun ichida 21 ming ahvat to'plaganman. Prosmotrlar ko'rib turganingizdek ko'p bo'lmagan. Xo'sh, keyin birinchi omadli video shu bo'lgan. Ya'ni El Clasico kuni, Real bilan bahs o'ynagan kuni. Shu kuni video qilib chiqarganman. Shu bo'lgan. Undan keyin yana futbol haqida video qo'yganman. Keyin mana bu ham ko'rib turganingizdek 14.700 ta ko'rilgan. Birinchisi 10.900 ta. Shunday qilib 14 kun ichida 21 ming ahvat. Hozir 1-fevralda ahvatimiz 121 mingta bo'ldi. Ya'ni keyingi 2 haftada 100 ming ahvat qo'shilgan. Xo'sh, keyin hozir eng ko'p ko'rilgan video. Eng ko'p ko'rilgani bu. Co ty wyblubujesz? Ała! Co to było? Ziemianie znów. 257 ta like bo'lgan. Co to było? Ko'rishlar 16.900, deyarli 17 mingta. Undan keyingisi 15.600 ta, 14.700, 13.600 va 10.900. Ya'ni bizda 10 mingdan oshgan videolarimiz 5 dona. Keyingilari 4 ming dan oshganlari 3 ta ekan. Yana 3 ming, 2 ming, eng kami 627 ta. Chunki men pastdagi ikkita video oldin qo'yilgan. Eng kami 600 ta. Boshida eng kami 200 ta bilan boshlaganman. Masalan, birinchi kun, ikkinchi kun, deyarli 5 kun davomida faqat 200 ta ko'rasiz videolarni. Hozir eng baland mana 16.900 ga chiqdi. Kecha va 31-kuni qo'ygan videoyim 560 ta ko'rildi. Kecha 6 da qo'yganman. Deyarli hozir necha soat bo'ladi? 6 da qo'yganman. 18 soat bo'ldi. 18 soat bo'ldi. 560 ta ko'rilgan. Bu mayda yaxshi ketmadi. Mana undan 30-kunga qo'yganim 1,5 mingta, 29-kunga qo'yganim 4 mingta.
1 oylik xulosa. Ya'ni 1 oy Instagramga video qo'yib, shuni bildim. Aynan bir yo'nalishda bo'lish kerak ekan asosan. Chunki menda bitta yo'nalish yo'q edi. Yoki bir taksist emasman, yoki futbol bloger emasman, yoki qandaydir mutaxassisligim yo'q edi. Ya'ni men bir kun ishga chiqaman, masalan, mashinam bor, taksiga chiqaman. Bir kun taksiga chiqsam, o'shani video qilib qo'yaman. Masalan, bir kun futbolga bordimmi, futbolni video qilib qo'yaman. Masalan, o'qishda o'qiyman, o'qishga ketamanmi, o'qish video qilib qo'yaman. Shuning uchun har xil yo'nalish bo'lib ketadi. Masalan, o'qish yo'nalish, taksist bo'lib ketdi orada, futbol. Shuning uchun men o'ylayman, Ahmadlar yaxshi ko'tarilmadi. Keyin asosiy yana bitta asosiy narsa telefon. Meni telefonim aytib o'tganimdek Honor X9B kamerasi endi yaxshi, lekin juda tiniq emas, iPhone'chalik emas. Baribir iPhone menimcha yaxshiroq ancha. Demak, har kuni video qo'yish asosiy kamchiliklari 31 kun har kuni video qo'ysa bo'ladi, lekin uni sifati juda past bo'ladi. Ya'ni prosmotrlar oz bo'ladi, layklar ayniqsa oz bo'ladi. Menda o'zimda shunaqa bo'ldi. Masalan, kunduzi bilan videoga olaman. Masalan, kechki 6 da video qo'yishim kerakmi? Kunduzi bilan videoga olaman. Даже montaj qilgunimcha 6 dan o'tib ketib qoladi va boricha qo'yaveraman. Shuning uchun prosmotr ham, layklar ham juda oz bo'ladi. Va endi bundan buyog'iga 365 kunlik challenge to'xtamaydi, lekin uni yana o'zgartiramiz. Ya'ni har kuni video emas, eng uzog'i 3 kunda video chiqadi. Har kuni sifatsiz video qo'ygandan ko'ra 3 kunda yoki 2 kunda sal yaxshiroq video olib qo'ygan yaxshi menimcha. 3 kunda 3 ta video qo'ysangiz, uchalasini ham bitta qilganda 10,000 prosmotr bo'lgandan ko'ra 3 kun yaxshi ishlab bitta video olib 20,000, 30,000, balkim 100,000 shunaqa prosmotr yig'gan yaxshi. Xullas, meni xulosam shu. Yangi boshlamoqchi bo'lganlarga omad tilayman. Albatta o'zimga ham omad tilayman, chunki yangi boshladim. Endi ozgina tushunib yetdim 1 oy o'tganda. Balki yana 1 oydan keyin gaplasharmiz. Unda yana ham tajribaliroq bo'lishga harakat qilaman. E'tiboringlar uchun rahmat.